Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari, shuningdek mutasaddi tashkilotlar rahbarlari ishtirokida respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Xorazm filialida o'rganish ishlari olib borildi. Hozir shu haqda. Aynan hozir muddatiga yetmasdan tug'ilgan chaqaloqlar saqlanadigan reanimatsiya bo'limidamiz. Ya'ni bu reanimatsiya bo'limi o'zi aslida 12 o'ringa mo'ljallangan va hozirning o'zida o'rganishlar natijasida ko'ryapmizki, 21 bola mana shu nazoratga olingan. Bugungi o'rganishlar natijasiga, ya'ni muhokamalarga qaraydigan bo'lsak, aynan mutaxassislarimiz o'zlarining o'rin bilan bog'liq, ya'ni tibbiyot xodimlarining yetishmasligi bilan bog'liq muammolarni keltirishdi va ularni bartaraf qilishga harakat qilinishi borasida aynan bahs-munozaralar ketyapti. Mutasaddilar bilan kechgan munozaralarda markazning bugungi kunda aholi qamrovidan kelib chiqib, ona va bolalar uchun o'rinlarning yetishmasligi asosiy muhokama markazida bo'ldi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, muddatidan oldingi tug'ilgan chaqaloqlarning salmog'i yildan yilga ko'payib bormoqda. Bu ma'lumotlarni qaraydigan bo'lsak, oxirgi 5-10 yil ichida 2,5-3 barobar bunday chaqaloqlarning tug'ilishi ko'paydi va ularni davolash asoslari natijasida ushbu chaqaloqlarning yashab qolish darajasiga ham o'ziga xos ravishda yaxshi ko'rsatkichlarga, ijobiy ko'rsatkichlarga olib keldi. Viloyatda onalar va bolalarni tibbiy reproduktiv xizmat bilan qamrab olish uchun perinatal yordamni shahar va tumanlarning o'zida amalga oshirish, aholini tibbiyot birlashmalaridagi qulayliklar bilan tanishtirish va bog'lash choralari ham taklif qilindi. Biz o'sha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari bilan ushbu masalani batafsil ko'rib chiqib, bunda mavjud muammolarni ko'tardik va bu chaqaloqlar o'rtasida oftalmologik tekshiruvlarning samarali va to'liq olib borilishiga erishish, bu uchun bizda qanday muammolar bor va bu jarayonni to'liq olib borish uchun nimalar qilish kerak haqida ushbu o'z muammolarimizni, takliflarimizni berdik. O'rganishlarda yana bir masala retinopatiya, ya'ni ko'zning to'r pardasi shikastlanishi bilan bog'liq kasallikning chaqaloqlarda ko'p kuzatilayotganligi qayd etildi. Bu borada mutaxassislar bilan fikr almashildi. Xorazm viloyatida oxirgi paytlarda yetilmagan chaqaloqlarning yashab qolish foizi oshganligi bilan birgalikda ko'rish qobiliyatini muammolari yuzaga keldi. Ya'ni erta tug'ilgan chaqaloqlarda ko'zning to'r pardasi yetarli rivojlanmaganligi sababli va ular tug'ilgandan keyin bir nechta asoratlar kelib chiqyapti. Shu muammolarni erta aniqlash, erta tashxis qo'yish va erta davolash usullari uchun bizning markazimizga bir nechta kerakli jihozlar zarurligini muhokama qildik. Har bir ota-ona uchun dunyoga kelgan farzandning salomatligi juda muhim sanaladi. Respublikamizda ham endigina dunyoga kelgan bolalarni sog'lig'ini muhofaza qilish, ularni sog'lom hayotga yo'llash asosiy ustuvor vazifa sanaladi. Deputatlar va soha mutaxassislari ham shu maqsad, ya'ni kelajak avlod salomatligi yo'lida o'rganishlarini davom qildiradi.